Hozir bilasizlar, mana yana qolgan yangi mijozimiz uyga. Faqatgina akolnisidan bo'lgan bu joyimiz endi ko'rishlar mumkin. Hamma mahsulotlarimiz ichki furnituralari Rossiyadan davuz bo'lgan, ko'rsatganimizdek. Xo'p, eshigimizdan ochilib yopilishi. Bu yerda ham xohlasa akolniy profildan bo'lgan. Mana o'zimiz. Betimizda ham bitta eshigimiz bor. Mana ko'rib turganingizdek. Forchkamiz. Bu holatda yerdagi eshigimiz mana. Ko'ribsizlar, motiv oynalari bilan tutmoq svetdan. Ko'rib turganingizdek, oynamiz tashqariga ochiladi. Bitta eshigimiz tepasida forchkasi bor. Birovimiz tashqariga ochiladi. Akolniyimiz tashqariga bemalol ochib qo'ysa bo'ladi. Mana. Yana qizig'i tarafi bu tarafimizda ham klientimizga o'sha ko'rsatganimdek mana hovliga bemalol ochib qo'yish imkoniyati bor. Bitta ruchkali shu holatda bemalol o'zi mana bemalol yo'qlash jarayonlari ko'ribsizlar. Xudo xolasa kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa mana ko'rishamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa pastda bilan aloqa chiqarasizlar.